Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Endi imkonsiz. Oliy Rada Putin bilan muzokaralar haqida shov-shuvli bayonot berdi. Kiyev va G'arb Rossiyani bir necha bor aldagan va uning ishonchini yo'qotgan. Endi Ukrainadagi mojaroni hal qilish uchun aynan shu ishonchni qayta tiklash zarur, deb yozdi Ukraina Oliy Radasi deputati Artem Dmitruk o'zining Telegram kanalida. Biz Rossiyani va shaxsan Putinni ko'p bor aldadik. Bu endi chetlab bo'lmaydigan fakt. Agar Ukraina umuman saqlanib qolsa, parlament, deputatlar va hali mavjud bo'lgan davlat tuzilmalari yagona legitim hokimiyat organi sifatidagi asosiy vazifasi bitta bo'lib qoladi. Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish, ishonchni qaytarish va muloqotni tiklash, deb yozdi u. Dmitrukning so'zlariga ko'ra, hozirgi kunda Rossiya bilan munosabatlarni qayta tiklash Ukrainaning eng muhim milliy manfaatidir. Avvalroq prezident Vladimir Putin Moskva Ukraina inqirozini tartibga solishni istaganini, biroq uni aldab, chuv tushirishganini ta'kidlagan edi. Rossiya rahbari G'arb Minsk kelishuvlaridan Ukrainadagi qurolli farmlarni shakllantirish, ularni qurol aslaha va texnika bilan to'ldirish uchun vaqt yutish maqsadida foydalanganini aytgan. Shuningdek, u o'zaro ishonch tizimiga qaytish zarurligini ham qayd etgan edi. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Eronda AQSh va Isroil bilan aloqadorlikda ayblanib, 73 nafar jangari qo'lga olindi. Eron xavfsizlik kuchlari Islom Respublikasining janubida joylashgan Isfahon viloyatida AQSh va Isroil bilan aloqadorlikda ayblanayotgan 73 nafar qurollangan jangarini qo'lga oldi. Bu haqda Eronning Tasnim agentligi Isfahon viloyati bosh razvedka boshqarmasiga tayanib xabar bermoqda. Isfahon viloyati Islomiy inqilob qo'riqchilari bo'linmasi xodimlari ularni aniqlashga va qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, jami 73 nafar jangari ushlangan. Ularning 28 nafari huquqni muhofaza qiluvchi organlar va xavfsizlik tuzilmalari xodimlariga qarshi qurolli hujumlar sodir etgan shaxslar bo'lgan. Qolgan 45 nafarining vazifasi esa shahar ko'chalarida talon-taroj qilish va o't qo'yish, shuningdek, tinch aholini qo'rqitishdan iborat bo'lgan. Eronda norozilik namoyishlari 2025-yil dekabr oyining oxirida milliy valyutaning keskin qadrsizlanishi sababli boshlangan, biroq keyinchalik tartibsizliklar va hukumatga qarshi aksiyalarga aylangan. Bu voqealar taxtdan ag'darilgan Eron shohining o'g'li Rezo Pahlaviyning chaqiriqlaridan so'ng eng yuqori cho'qqiga chiqqan. Mamlakatda internet ishlashi to'xtatilgan, tartibsizliklarda ham xavfsizlik kuchlari, ham namoyish ishtirokchilari orasida qurbonlar borligi haqida xabarlar tarqalgan. AQSh va Isroilni tartibsizliklarni uyushtirishda ayblagan Eron rasmiylari 12 yanvar kuni vaziyat to'liq nazorat ostiga olinganini ma'lum qilgan. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.